GAI ishoralari yaxshi esimda qolmaydi, shu haqida video qilib bering. Keling sizlarga GAI xodimini ishoralarini esda qolarli qilib tushuntirib beraman. Tartibga soluvchini ikkita qo'li yon tomonga cho'zilgan yoki tushirilgan holatdagi ishorasi. Bu ishorada GAI xodimini yuz tomonidan va orqa tarafdan kelayotgan transportlarga harakatlanish taqiqlangan, ikkita yon tomondan kelayotgan transportlarga esa harakatlanish to'g'riga va o'ngga ruxsat berilgan. Tramvay haydovchisiga esa faqatgina to'g'riga ruxsat berilgan. Tartibga soluvchini o'ng qo'li oldinga cho'zilgan holatdagi ishorasi. Bu ishorada yuz tomondan kelayotgan transportlarga harakatlanish faqatgina o'ngga ruxsat berilgan. O'ng qo'l tomon va orqa tomondan kelayotgan transportlarga esa harakatlanish taqiqlangan. Chap qo'l tomondan kelayotgan transportlarga esa harakatlanish barcha yo'nalishda ruxsat berilgan.